Agrobank aksioner tijorat banki Koson filialini Ravot mahallasidagi fuqarolar hamda tadbirkorlar bilan uchrashuvi bor. Uchrashuv tashkil qilindi. Ushbu uchrashuvda bankamizda mavjud kreditlar to'g'risida ma'lumot beramiz. Jismoniy shaxslarga o'z-o'zini band qilgan jismoniy shaxs fuqarolarga 50 million so'mgacha mahalla loyihasi, 17 million so'mgacha biznesga ko'mak kreditlarimiz bor. Bundan tashqari yoshlarga 100 million so'mgacha xizmat ko'rsatish hamda ishlab chiqarish uchun pul o'tkazish yo'li bilan 5 yil muddatda 18% kredit bor. Bundan tashqari oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilariga 18% dan 7 yillik, 2 yillik imtiyozli davr bilan pul ko'chirish yo'li bilan 5 milliardgacha bo'lgan kreditlarimiz mavjud. Bundan tashqari yuridik korxonalarga ham kreditlar bor. Faoliyati 1 yildan oshgan yuridik korxonalarga rahbari erkak bo'ladigan bo'lsa 21% dan, ayol bo'ladigan bo'lsa 19% dan 7 yil muddatgacha pul ko'chirish yo'li bilan kreditlar bor.